Dasturimizni sportga oid xabar bilan davom ettiramiz. Viloyatimiz yosh gimnastikachilari respublika musobaqalarida muntazam ravishda kuchlilar qatorida e'tirof etilmoqda. Sport gimnastikasi rivojlanishiga sabab bo'layotgan omillar qaysi jihatlarda namoyon bo'lmoqda? Bu haqda muxbirimiz xabar beradi. Xorazm viloyatida sport gimnastikasi bo'yicha o'ziga xos mahorat maktabi yaratilgan. Viloyat gimnastikachilari yaqin o'tmishda Butunjahon universiada musobaqalarida ham sovrindor bo'lishgan. Bugungi kunda ham sport gimnastikasi bilan shug'ullanayotgan sportchilar orasida mahoratli atletlar ko'p. Gimnastika sport turlariga ixtisoslashtirilgan sport maktabida bolalar va o'smirlarga respublika va xalqaro musobaqalarda yuqori darajada ishtirok etishga muvaffaq bo'lgan atletlarni tarbiyalagan trenerlardan Yusufbek Sobirov ham mashg'ulot o'tadi. Sport gimnastikasi bo'yicha trener faoliyatimni 2010-yildan boshlaganman. 15 yil bo'ldi trener qilib bolalarga o'quv mashg'ulotlarini o'rgatib kelyapmiz. 4 yosh, 5 yosh bolalar ham bor, 15-16 yosh bolalar ham bor. Shogirdlarim orasida respublika chempionlar va sovrindorlar bir qator turnirlar g'oliblari ko'p. Shernazarov Kamron va Otanazar Sultonali eng yaxshi shogirdlarimdan biri hisoblanadi. Ular muntazam ravishda respublika va xalqaro turnirlarda, musobaqalarda yaxshi o'rinlarni olib, yaxshi ravishda qatnashib kelyapti. Joriy yilni mana hozir yaxshi boshlab bordik. Yoshlar kubogi, kattalar o'rtasida O'zbekiston chempionatiga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Ishonaman, shogirdlarim joriy yilda ham yaxshi natijalarga erishadilar. Trenerning sport guruhlarida 70 nafar yosh sportchi sport gimnastikasi sirlarini o'rganib kelmoqda. Sport gimnastikasi dasturiga ko'ra atletlar o'rtasida erkin mashqlar, dastakli otda, halqalarda bajariladigan mashqlar, tayanib sakrash, parallel qo'shpoyada, turnikda bajariladigan mashqlar kiradi. Sobirovning shogirdlari asosan tayanib sakrash, parallel qo'shpoyada hamda turnikda bajariluvchi mashqlarda respublika musobaqalarida yuqori natijalarga sazovor bo'lishgan. Murabbiyning eng mahoratli shogirdlari orasida O'zbekiston chempionati g'olib va sovrindorlari Sultonali Atanazarov, Kamron Shernazarov, Mahmud Xushnudbekov va yana qator atletlar nomlari aytiladi. Sport gimnastikasi bilan 8 yildan beri shug'ullanib kelmoqdaman. Trener Sobirov Yusufbek bizni mahoratimizni oshirishga yordam beryapti. Ko'p musobaqalarda qatnashganman va ko'p karra viloyat respublika chempioniman va sovrindoriman. O'tgan yili noyabr oyida O'zbekiston kubogida Navoiy shahrida faxrli ikkinchi o'rinni egalladim. Hozirgi vaqtda trenerim bilan joriy yilda o'tkaziladigan O'zbekiston kubok va chempionatga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Men joriy yilda natijalarimni yanada yaxshilayman. Meni eng yaxshi ko'rgan snaryadlarim Brusha va Volni. Shu snaryadlarda ishlash bo'yicha natijalarim yaxshi. Hozirgi kunda Toshkent shahrida sport gimnastikasi bo'yicha O'zbekiston chempionati bo'lib o'tmoqda. Sport maktabi gimnastlari, shu qatorda Yusufbek Sobirov tayyorlagan sportchilar ham shu sinovlarda o'z mahoratini yuqori darajada namoyon etishga harakat qilishyapti.